Buyrak kasalligi dunyo aholisining taxminan 10%ga ta'sir qiladi. Uning sabablari shamollash, tamaki, nos, alkogolli ichimliklar, zaharli moddalar, semirish, kista va bir qator boshqa tug'ma holatlardir. Buning oqibatida buyraklar shamollashi, ularda tosh paydo bo'lishi, qurishi, pielonefrit va buyrak raki kabi oqibatlarga olib keladi. Kishi qattiq qo'rqqanda yoki hayajonlanganda buyraklar pastga tushib, unda g'ayriixtiyoriy peshob chiqarish holatlari yuz beradi. Shuningdek, surunkali buyrak kasalliklariga chalingan bemorlarda turli fobiyalar, qo'rqoqlik va yomon tushlar ko'rish kuzatiladi. Buyrak kasalliklarining alomatlari avvaliga siydikdagi qon, bel sohasidagi og'riq, isitma, tana vaznining kamayishi, qondagi kalsiy miqdorining oshishi, tez-tez charchash, holsizlik, ich qotishi va reaksiya sekinlashishi kuzatiladi. Kasallikning eng og'riqli xususiyatlari bu peshob chiqarishdagi achishish va qiyinchiliklardir. Ammo biz sizga ushbu keltirib o'tilgan kasalliklarni davolashda Velnor kompaniyasining Cordyceps mahsulotini tavsiya qilamiz. Cordyceps qo'ziqornining tarkibidagi nukleotidlar buyrak tizimini yangilaydi. Qurigan hujayralarni tiklashga yordam beradi. O'simtalarga qarshi kurashadi. Yallig'lanish, shamollashga yo'l qo'ymaydi. Unga qo'shimcha ravishda buyraklardagi zararli va zaharli moddalarni yuvish, organizmga peshob tarqalish oldini olish uchun ro'ybo'sh qizil choyni tavsiya qilamiz. Sababi u kuchli antioksidant hisoblanadi. Cordyceps va ro'ybo'sh mutlaqo tabiiy va bezarar mahsulot sanaladi. Agar sizda buyrak kasalliklari mavjud bo'lsa, hoziroq operatorlarimizdan bepul maslahat oling. Murojaat uchun 95 kodi bilan 290 0001. Boshqa kasalliklar haqida bilish uchun rekomendatsiyadagi videolarni tomosha qiling.